Bugun Yangi O'zbekistonning yangi qiyofadagi mahallalari soni ko'paymoqda. Bunda asosiy e'tibor mahalla infratuzilmasi, yo'l, suv, elektr, transport ta'minoti, ta'lim, tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash masalalari diqqat markazida bo'lib turibdi. Kosonsoy tumanidagi Tagijar mahallasida ham ayni boradagi ishlarni amalga oshirish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Hozirgi lavhada yangi o'sish nuqtalarini topish, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bo'yicha so'z boradi. Kosonsoy tumanidagi Tagijar mahallasi 5000 nafardan ziyod aholi yashaydi. Mahallani obod, ko'rkam, zamonaviy qiyofaga keltirish uchun bir qator istiqbolli loyihalar ishlab chiqildi. Markazda joylashgani bois, tadbirkorlar xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish taklifini berdilar. Unga ko'ra, ko'p qavatli uyni barpo etish, uning birinchi qavatida do'konlar, savdo nuqtalarini tashkil etish bo'yicha 18 ta loyiha tayyorlandi. Buning natijasida 93 ta yangi ish o'rni yaratiladi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, mahalla drayverini yana bittaga ko'paytirish mumkin. Bizning mahallamizda hozirga qadar chorvachilik va bog'dorchilik bo'yicha drayverimiz davom etayotgan bo'lsa, unga qo'shimcha ravishda yo'l bo'ylarida xizmat ko'rsatishni, ya'ni 20 ta ichki joylarini auksion lotlariga qo'yib, tadbirkorlar bilan birgalikda xizmat ko'rsatishni rivojlantiramiz. Orzularimiz amalga oshyapti desam, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, aholimiz juda ham xursand. Mahallamizning har burchagida jadal rivojlanish dasturi bo'yicha ishlar davom etyapti. Mahalla soy bo'yida joylashgani uchun ayni yoz chillasida aholining hordiq chiqarishini ta'minlash imkoniyati katta. Shu jihatlar e'tiborga olinib, bu yerda dam olish maskanlarini ko'paytirish, mavjudlarni tartibga solish, zamonaviy qiyofaga keltirish choralari ham ko'rilmoqda. Shu bois turizm va xizmat ko'rsatish loyihasidan ayni maqsadlar o'rin oldi. Jumladan 3.4 milliard so'm qiymatidagi 17 ta loyiha ishlab chiqildi. Yaratiladigan ish o'rinlari soni sezilarli o'sishi kutilmoqda. Prezidentimizga ming rahmat. Tagijar mahallamiz ham Yangi O'zbekiston qiyofasi kasb etayotgan mahallalar qatoriga olindi. Hozirgi vaqtda bizning mahallamiz mana shu soy bo'yiga joylashganligi uchun baliqchilikni rivojlantirishni maqsad qilib, hozir 10 ta xonadon shu baliqchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lyapti. Bu degani yaqin 50 nafar ishsiz bo'lgan xotin-qizlarimiz ham, erkaklarimiz ham bandligi ta'minlanadi. Hozirgi vaqtda baliqchilikka joylar tayyorlanib, urug'lari olib kelib, endi alohida qilib urug'lari boqiladi, chakana narxlarda sotiladi. Shu yerda ham tamadduxonalar ochilib, baliqchilikni keng rivojlantirmoqchimiz. Asosiy maqsad ham oilaga daromad olib keladi, ham bandlik ta'minlanadi. Mahalla ahlining turmush farovonligi yana oshadi degani. Loyihalar asosidagi amaliy ishlar jadallashmoqda. Masalan, 15 kilometr masofada ichimlik suvi tarmog'ini tortish. Bundan tashqari, elektr ta'minotini yaxshilash uchun yangi mustahkam beton tayanch ustunlari o'rnatilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy soha binolarini modernizatsiya qilish, energiya samarador isitish qozonlarini ta'mirlash ham ko'zda tutilgan. Bu yirik loyihalar mahalla ahli uchun qulaylik yaratadi. Yangi O'zbekistonning zamonaviy qiyofadagi mahallasiga aylanishini ta'minlaydi. Yo'llar sozlanadi. Piyodalar yo'lakchasi, bolalar va sport maydonchalari barpo etiladi. Bu aholining turmush tarzini yaxshilanishida muhim ahamiyatga ega.